12 muqami parlaq Junxo madaniyat xazinesidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining jabhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, orq ko'rinishi keng va cho'ng. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasi. Bu ketim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom, 360 ahang, 4492 misradan tarkiblangan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Cahanda gerçi bolgay köp, Şeyh Eylo heşem peyda. Veli bolgay mı sende kusrevi? Sahip Kerem peyda çekip kula bile rasi kılıp menda Geda kılgan kedi huni ciger birle ciger birle birle derem peyda
zulfunga ey sekkakiye bu şefkatin ganimet tut zulfunga azatin bağlagan kuş sen şarga hiç heva kılma azatin bağlagan kuş sen şarga hiç hava kılma
Vay derdim Cahanda gerçi bolgaydı Şeyh Eylo heşem peyda Veli bolgayma sende kusrevi Sahip kerem peyda Çikip kula bile rasi Kılıp men Geda kılgan kedi huni Ciger birle Ciger birle Birle derem peyda Kuyaşımlı yüzünde Niçin